Ana endi sizlar bilan 28-fevral 2026-yil 1-smenada tushgan birinchi misolni ko'rishni boshlaymiz. Demak, bizga berilgan 6 soni 50 marta va 5 soni 50 marta yozilgan va shu yig'indini hisoblang degan. Demak, misolni boshqatdan yozib olamiz. 6 qo'shilgan. Endi xonalari teng bo'lgani uchun 5 5 5 va nihoyat yana 5. Yig'indini hisoblashimiz kerak. Demak, yig'indini hisoblash uchun boshladik. Demak, 6 ga 5 11 ni 1 bir tilda, 6 ga 5 11 bir tilagi bilan 12 ni ikkisi bir tilda, 6 ga 5 11 bir tilagi bilan 12 va nihoyat 12 ketaveradi. 6 ga 5 11 yana bir tilagi bilan 12, 6 ga 5 11 bir tilagi 12, 6 ga 5 11 bir tilagi bilan 12. Demak, ana bu yerda 50 ta xona bor. Demak, bu yerda 50 ta xona bo'lsa, demak, jami 51 xonali bo'ldi. Boshida 1 va oxirida 1, qirta qilsa 2 bor. Demak, bizada birinchi misolda to'g'ri javob A javob bo'ladi.